Assalomu alaykum Sifatdor YouTube kanalining obunachilari. Bugun mana navbatdagi darvozamizda Samarqand viloyati Urgut tumani Jartepa qishlog'i Vatikan mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz yarim 2 qavatli ikkilik listdan tayyorlangan darvozamiz. Bu darvozamizda stoykalarini ikkilik stenali profildan yasab berdik. Ramalarni 1.7 stenkalidan yasab berdik. Kimga mana shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelganicha chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Darvozaning orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'taman. Orqalari tekis bo'lib turadi. Agar videoda kamchiliklarimiz bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz. Biz endi o'zi asli bloger emas, o'zimizning mehnatimizni reklama qilib chiquvchilarmiz. Taglariga ko'pchilik muammo qilyapti, shu bukilib ketyapti deganligiga shivildir qo'yib berdik, baquvvatroq bo'lishligi uchun. Zamoklarni ham yaxshisidan qo'yib berdik. Darvozamiz yarim 2 qavatli darvoza. Dang'irlamaydi, baquvvatgina bo'lgan darvoza. Kimga mana shunday darvozalar kerak bo'lsa, agar ishlarimiz ma'qul bo'lsa, yoqqan bo'lsa, videomizni tarqatib qo'yasizlar.